Hammaga assalom. Bugungi videomizda biz PS Mobile o'ynaymiz. Qani, let's go. Va biz mana o'yinga kirgizib oldi. Va mana o'yinni o'zlari boshlamoqda. Va bugun bizlar sizlarga juda zo'r sovg'alar, ya'ni igroklar, davlatlardan xullas вообще нереальный zo'r narsalar. Qani, let's go. Birinchi navbatda mana nimadir buyuryapti. Ana shuni ko'rsatmoqchi Braziliya. Video Neymar tushsin. Tanlanaykan bu Neymardan chiqsin. Ukamga ham shu qaror tushdi. Juda o'ylanaman. Qaysini tanlay? Striker Andre yo'q. Kim tanlayman? Kim tanlasayman? Elbema kimman? Elba yo'q aytgancha. Xo'sh, bir minut. Va biz mana Marquinhos oldik. Yo, Norvegiyan keyinroq ochamiz. Chunki men uni joylarni topolmayman. Norvegiyan ham ochgin endi. Norvegiyan o'zbek birinchi kuyruq olay mana buni. Neydi mana bir Uzun 8 qildi. Va bizaga qaraydi Marquinhos. Как раз kerak ekanda. Bilib qilaman mana shuni. Xullas, endi bizga kerak. Mana Marquinhos olsam bo'ladi. Bo'ldi, tushunarli. Erling Haaland olamiz. Nima uchun? Chunki menga ana u etikadi xullas. Bo'ldi. Burjun etingni yo'qotgan. Burjun 8 qo'y. Давайте. Let's go. Qani. Brahim Diaz ham bo'lagan beri. Bo'ldi. Mana oldim lekin. Erling. Qaysini olding? San ham Haaland olding. Yo'q. Endi 40 soatdan so'ng biz Argentinalik bilan chiqamiz. Mana mana. Ertamas endi 40 soatdan keyin. Ertaku. Ertamas. Eşelemişsen ya Burjun Casemiro goreda. Jibgani. Sen Burjun Casemiro goreda. Haylo. Maniki esa Burjun Casemiro go. Maçını yapıyorsun? Oğlum Burjunlarni hammasi o'tkazib beraman. Let's go. Erling Haaland, Marquinhos. Point miydi? Kuchon tutuşamiz. Bo'ldi. Endi ekranaki men hamma qo'rqadi. O'g'rim ko'tarilgan ekan. Yetishmaydi. 109. Voy, do'stlar, sizlar shu uchun like bosinglar. Bugun biz mana nihoyat maqsadga yetdik. Over 109. Hammaga xayr. Пока.